Amerika sun'iy intellekt poygasida birinchi bo'lish uchun hamma narsani amalga oshiryapti, lekin tezlik borasida baribir Xitoydan orqada qolyapti. Prezident Donald Tramp ushbu muammoga yechim sifatida yangi qarorini imzoladi. Bu yili 11-dekabrda sun'iy intellekt borasida milliy siyosat qonuni nomi bilan imzolangan qaror Amerikada AI rivojlanishidagi to'siqlarni yo'q qilishga qaratilgan. Muammo Amerikada har bitta shtatni sun'iy intellektni cheklovchi qonunlarni chiqarishni boshlaganidan kelib chiqdi. Bu bo'lsa Amerikada sun'iy intellekt o'sishini sekinlashtiradi. Trampning yangi imzosi bilan endilikda sun'iy intellekt bo'yicha qarorlarni shtatlar emas, faqatgina federal hukumat belgilaydi. Bu qaror eng ko'p Silikon vodiysi markazi bo'lgan Kaliforniya va uni gubernatori Gavin Newsomga tegishli bo'lib, Kaliforniyada SB1047 nomli qonun loyihasi ustida ishlanayotgandi va unga ko'ra AI uchun majburiy xavfsizlik testlari va killbot, ya'ni tizimni o'chirish uchun imkoniyat ham bo'lishi kerak edi. Trampning maqsadi oddiy. Agar AQSh Xitoy bilan raqobatda yutmoqchi bo'lsa, 50 ta shtat 50 xil qonun chiqarmasligi kerak. Bu shunchaki qonun masalasi emas, bu kelajak qoidalarini kim belgilashi haqida ketyapti.